xalqarалық dаңlıq marka obrazı yaratқан eskici mahsulotları Şinjan Okean Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkili va setishdan keyingi a'lo mulozamati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalamu alaykum ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rib atqaninglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan uyu madaniyat tarqatish shirkati, Şinjan to'g'ri madaniyat tarqatish shirkati hamkorlik bozorlar sungan cho'ng ikki san'at programmasi, Abida Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasi. Rahmat, men umid qildim. Albatta, mahirlarimiz qatma-qat tanlashlarni buzib o'tib, mana bugun har bir guruhning chempionlari o'zining bayrog'ini egiz ko'tarib, hal qilg'ish musobaqamizga qadam qo'ydi. İkinci qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamron savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Bugun Ipak yo'li sadosi programmasiniki eng oxirgi hal qiluvchi musobaqasi 5-chi oldida turibdi. Biz Şinjan Kamron savdo cheklanish shirkatiga ishchi xizmatchilar nomidan 1-chi daraja mukofotga noil bo'lmoqchi bo'lgan mahirga zo'r utuqlarni tilaymiz. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biopantexnik taraqqiyot cheklanish shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Ipak yo'li sadosiniki hal qilg'ish musobaqasi bo'lish oldida turibdi. Bugungi musobaqa qatnashgan mahirlarga Abida shirkati nomidan yaxshi utuqlarni qo'lga keltirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biyoteknologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Men Şinjan Ipar biyoteknologiya taraqqiyot cheklanish shirkati nomidan har qaysi mahirlarga va ko'rmanlarga salom yo'layman. Hozir Ipak yo'li sadosi programmasi hal qilish musobaqasi boshlash olib turibdi. Shu munosabat bilan Ipar biyoteknologiyasi har qaysi mahirlarga omad tilaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxonasi Şinjan Mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqalaydi. Bugun Ipak yo'li sadosi programmasining eng oxirgi hal qilish bosqichiga kirdi. Men Şinjan Mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi nomidan har bir mahirga zo'r utuqlarni tilayman. Unda bo'lsa, oldi bilan bilet taşlaydigini bo'lsa, bizning baholag'uchi ustozlar guruhi bo'lib, baholag'uchi ustozlarning bilet tashlash usuli bo'lsa, ya'ni o'z qo'lingizdagi shu biletning ustida o'zingiz yoqtirgan mahirning ismi bor. Shu mahirga belgi urish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Bugungi 1-chi nomerlik mahirimiz bo'lsa, Komil Jilil. 2-chi nomerlik mahirimiz bo'lsa, Mehmetjon Ahmet. 3-chi nomerlik mahirimiz bo'lsa, Gulbanom Erkin. 4-chi nomerlik mahirimiz bo'lsa, Akbar Ahmed Ziba. Xo'sh, undaq bo'lsa, ustozlar, tayyorliqinglar bitgan bo'lsa, bilet tashlash boshlandi. Baholag'uchilar guruhisidagi ustozlar o'zi yoqtirgan mahirga biletini tashlab bo'ldi. Endi navbat bo'lsa, bizning xalq vakillariga keldi. Qanday bo'lsa, xalq vakillarining bilet tashlash uslubi bo'lsa, ya'ni o'zi yoqtirgan shu mahirning rad nomerini tizginga kirgizish orqali ularga bilet tashlaydi. Agar siz bugungi 1-chi nomerlik mahirimiz Komil Jililga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 1 nomerni bosasiz. Agar siz
ikkinchi mahirimiz Mehmetcan Ahmetga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 2 knopkasini bossasiz. Agar siz bugungi 3-chi mahirimiz bo'lgan Gulbanum Erkinga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 3 numarni bossasiz. Agar siz 4-chi nomerlik mahirimiz Akbar Ahmad Ziboga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 4-chi nomerni besish orqali uning bilet tashlasangiz bo'ladi. Mahirlarga bilet tashlash başlandı. Bilet taşlaş ahırlaştı. Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar. Mana baholug'uchilar gruppasidagi ustozlar o'zining biletini tashlab oldi. Shundaqla xalq vakillarimi o'zi yoqtirgan mahirga bilet tashlab oldi. Onoq bo'lsa, biz bugungi mushu bilet tashlashning natijasini Şinjan Hukumat guvohlik o'rnidagi Aynur Tursun xonim bilan Dildor Erkin xonimning jamlab chiqishiga topshiramiz. Qani, marhamat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, birinchi aylanmadagi eng oxirgi natija chiqib bo'lg'ichi bo'lgan orliqda biz bugungi bo'lsan programmamizga aziz mehmonimizdan yana bir taklif qildik. U bo'lsa, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining birinchi aylanmasida bir naqsi bilan xalqning qizg'in olqishiga erishgan Jalol Alvar. Kimler bilen bu keçidi yolguzluğum, yalğuz kılıp şu keçiga tökken derdim. Kimler bilen bu keçidi yolguzluğum, yalğuz kılıp şu keçiga tökken derdim. Derdimni hey kecha qalay yolg'iz men ololmasam derdim olg'in jonim. Derdimni hey kecha qalay yolg'iz men ololmasam derdim olg'in jonim. Yalğızlığım tapalmay seni. Qiynimg'im hey kecha bunchalar meni chondurdi yalğızlığım tapalmay seni. Yalğız qo'yib ketding bu sen, kelmez ki emni feryat urib qalsam biler kim buni. Yalğız kılıp bu keçide küneler men gariplikta yalğız kılıp öteler men. Yalğız kılıp bu keçide küneler men gariplikta yalğız kılıp öteler men. Yalğız kılıp ötsem ben şu bu küllerde
teşnalıktan mengüge küteler Ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar. Naq maydondagi tomoshabinlar. Birinchi aylanma musobaqamizning natijasi chiqib bo'ldi. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz 4 chempionni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, alqishlarimiz bilan. Biz jamlanib bo'lgan nomerni, ya'ni Şinjan hukumat guvohlik o'rnidagi Dildor Erkin xonimning ochiq berishiga taklif qilamiz. Qani. Birinci aylanmanın neticesi, bahalıqıcı ustazlar taşlagan bilet 50%. Şundaqla, xalq vekilleri taşlagan bilet 50% egallaydi. Neticesi, tövendikçe. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmushdimi ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsipiim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asonet badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badaningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Onu özünüzge emrah kılsınız, jalbkorligingizning texmi jilvalanib, özünüzge bo'lgan ishonchinizning texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsulot. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasb-jihatdan hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishig'i e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozur programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Cesaretlik bo'lin. Abide vitaminli quvvat ichimlik. Birinci numaralı mahirimiz Kamil Cilil'nin erişken neticesi 34,34. Mübarek olsun. İkinci numaralı mahirimiz Mehmetcan Ahmet'nin erişken neticesi 21,93. Mübarek olsun. Üçüncü numaralı mahirimiz Gülbanım Erkin'nin erişken neticesi 11,35. Mübarek olsun. Dördüncü numaralı mahirimiz Ekber Ahmet Zıban'ın erişken neticesi 32,33. Şunda qilib, bugungi birinchi aylanma musobaqamizda eng yuqori natijaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamil Jilil. Kamil Jilil birinchi aylanma musobaqada eng yuqori natijaga erishganligi uchun 3-aylanma, ya'ni bu qarorliq Ipak Yo'li Sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasining chempionligini talashish aylanmasiga bevosita qadam bosadi. Albatta,
ikkinchi va uchinchi o'ringa tizilgan mahirlarimiz bo'lsa, ikkinchi o'ringa tizilgan mahirimiz Akbar Ahmad Ziba. Üçüncü o'ringa tizilgan mahirimiz bo'lsa Mehmetcan Ahmet. Ular ikkinchi bosqichliq musobaqamizga qatnashadi. Xo'sh, undaq bo'lsa, qani uchaylan aramag'ishtiraylik. Muborak bo'lsin degan so'zni ishlatgan bor. Nemishqa? Chunki bugungi kamligimiz undaq oson emas. Shundaq-ku. Meningcha bo'lgan vaqtida siz dal ana shu o'zingizning gruppasidagi shu mahirlarning orzu armonlarini ko'tarib, dal mana shu sahnada paydo bo'ldingiz. Shundaqla o'zingizning shu orzusi bo'yicha naqshlaringizni o'rindadingiz. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, endi sizning yurak so'zingizni bir olib o'taylik. Qani. Bugungi natijadan rost gap qilsam, men intayin rozi. Men mush bosqichga kelib, mush sahnaga chiqib, o'zimning yoqtirgan naqshlarni aytib olganligimda men intayin xush. Mushning o'zi kifoya. Biz bu to'rtaylan bugun bu sahnada men bayon oldida deb o'tgandek, bu menga nisbatan bir musobaqa emas, faqat bir kechilik xolos. To'rtimiz xuddi mush sahnaning bugun mush to'rt bujukiga o'xshaymiz. Ashta qo'ylayman. Qaysimiz kam bo'lib qolsak, bu sahna mukammal bo'lmaydi. Shunga men 4-bo'g'inimga hargiz o'kinmayman, shundoq rozi bugungi natijamdan. Hamda qolgan 3 mayirg'imi teximiz zo'r utuqlarni tilayman. Mush banada meni hozir jibiq cho'nqib o'stirgan ota-onamning tatgan jafosiga rahmatimni bildiraman. Hamda meni qo'llab kelayotgan urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarim, ham shundaqla bizning barliq guruhidagi menga madad berib kelayotgan yaqin al og'inlarimga, jumladan eng suyimlik bizning muallim Adila muallimga, hamda qolgan 3 ustozga chin yurakimdan teninglarning salomat bo'lishini, ishlaringlarning texmi utuqliq bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Undaq bo'lsa, qani qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 4-darajaga tizilgan Gulbanimga yana bir olqishlarimizni yoritib o'taylik. Rahmat. Albatta bugungi 4-bo'lgan mahirimiz Gulbanim Erkinning mushu mukofot buyumi va mukofot lo'nqisini taqishga biz Ipak yo'li sadosi programmasining bosh film ishliguvchisi, shundaqla Bug'ra madaniyat tarqitish shirkatining direktori Ahmadjon Xilil apandini taklif qilamiz. Qani, olqishlarimiz bilan. Gulbanim Erkinning erishgan natijasi intayin yaxshi bo'ldi. Amaliyotda bugun erishgan shu meningcha bo'losulingizmi intayin shu ko'rkan bo'ldik deyman. Mana mashinaning oshquchi bo'lsa qanday chasiz mashinaning ishini hadi. Amaliyotda bugun Gulbanim Erkinning yana 4-darajaga tizilgan bu mahirimizning mukofot o'yini bo'lsa, ya'ni intayin nafs yasalgan mukofot lo'nqisidan boshqa, sharaf guvohnomasidan boshqa yana Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo-chek shirkati ta'minlagan 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan mukofotlandi. Qabul qiling. Xo'sh, undaq bo'lsa bizning bosh film ishliguvchimiz shundaqla Bug'ra madaniyat tarqitish shirkatining direktori Ahmadjon Xilil afandining qanday so'zlari bor? Alloh qayli. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, kelgan qadamlarga marhaba. Bu bir yarim yil vaqtning oldikenda biz Xinjiang televiziya stansiyasi va Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkati bilan intayin yaxshi hamkorlashib kelyapmiz. Men shu munosabat bilan Xinjiang televiziya stansiyasi va Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkatiga alohida rahmatimni bildiraman. Bundan keyin yana Xinjiang televiziya stansiyasi bilan shunday yaxshi hamkorlashni xohlaymiz. Men eng oxirida bizni haqiqiy turda qo'llayotgan xalqimizga alohida rahmat aytaman. Mehmonlarga rahmat. Rahmat. Qani, marhamat. Xo'sh, undaq bo'lsa Gulbanim, o'zingizning qaltis bo'lgan mukofotlaringizni ilib, natijangizni ilib, mevangizni ilib, ustozlar bilan xo'shlashing. Qani, marhamat. Yaraysiz Gulbanim Erkin. Siz qoching sanimi bilan qog'liq tog' mashribini to'liq hissiyotli jo'shqin holda o'rinlab berdingiz. Bu naqshlarni aytish hargiz oson emas. Shundaqla mushu natijaga erishishmi oson emas. Sizning yangroq, jo'shqin, odamni ruhlantirib o'tadigan ovozingiz mangu yangrab tursin. Sizga rahmat, sizga muborak bo'lsin. Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'uch bosqichining birinchi aylanmasi oxir boshlaydi.
Endi biz ikinci aylanmamızı başlaştan burun bugünkü bu san programımızga alayda teklif bilan qatnaşqan yana bir aziz mehmonimizni sahnamizga taklif qilamiz. U bo'lsa ikinci qarorliq Yipak yo'li sadasi programmasidagi Hanzu qarindoshimiz Wang Chao. Tunji görgen ben seni güzel bahar besledim. Unutamadım ben seni kuygenken ben esledim. Tunji görgen ben seni güzel bahar besledim. Unutamadım ben seni kuygenken me eslede. Kalkı bayda bulsan, kalkı gayip bulsan, kalkı biki naz bilen ma karab gülsen. Kalkı bayda bulsan, kalkı gayip bulsan, kalkı biki naz bilen ma karab gülsen. Bilemedim sirrini, kimge berdin mikrini. Beni kıldım sersane, kürstüm gül çikrini. Bilemedim sirrini, berdin mikrini. Beni kıldım sersane, kürstüm gül çikrini. Kaldım acep igane, gözümüzden peslede. Çaydan mı sen perişte, zaten nime eslede. Kaldım acep igane, gözümüzden peslede. Çaydan mı sen perişte, zaten nime eslede. Bilemedim sirrini, kimge berdin mikrini. Beni kıldım sersane, kürstüm gül çikrini. Kaldım acep igane, gözümüzden peslede. Şaydan mı sen perişte, zaten nime eslede. Kaldım acep igane, gözümüzden peslede. Şaydan mı sen perişte, zaten nime eslede. Zaten nime eslede. Zaten nime eslede. Xoş, ekran aldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi ikinci qarorliq Yipak yo'li sadasi programmasining hal qilg'uch bosqichining ikkinchi aylanma musobaqasini elib boramiz. Endi sahnamizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi ikkinchi nomerlik mahirimiz Abdulla sahnasining chempioni Mehmetcan Ahmet. Söygendim burunla, ben seni dildim.
Yılı hem öşmedi şutluk bırak Söygendim borolla ben seni dildim Yılı hem öşmedi şutluk bırak Pervamı kılmedi Miskün könglimge Başkanın kalbige yandırıp çırak Pervamı kılmedin Miskin könglimge Başkanın kalbige yandırıp çırak Örtendim yaş döküp icran utunda Yüreğim ezildi oldu lahtıqa Örtendim yaş döküp icran utunda Yüreğim ezildi oldu lahtıqa Sarındın tağlarımı geldiler sigen Yanıla pervasız yürüdün sen canan Sarındın tağlarımı geldiler sigen Yanıla pervasız yürüdün sen canan Sevem bu könlüm tolumu yerim Işkında ürtünüp kıynaldı cinim Şu sevem bu könlüm tolumu yerim Işkında ürtünüp kıynaldı cinim Muhabbet kuchisi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Muhabbet kuchisi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Gelmez mu hayatta sana uvalim Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modelgrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modelgrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modelgrin. Telefon 135 9 75 75. Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumlar.
Uni o'zingizga hamroh qilsangiz, jalbkorligingizning texmi jilvalanib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsulot. Faqat Golden Rose bilan go'zalligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlari. Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, şirket karxan qurish, buğaltırlıq məsləhətçiligi qatarlıq mülazimatlarni bejirdi və hər qaysi yerlərdən vakalatçı qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka işleringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Sektimizin maharet gösterdiğin mahirimiz bolsa Ekber Ahmet Ziba. Cahan Rana bir içide bilimdek bir güzel yar yok. Bilimdin özgü tutkan yar bulur uga ida bar yok. Kırıp nefsini keyniga bilimdin özgü yar tutsan bişinga kelsi bir küller çiçakda sen kebi kar yok. Haragat izlesen eslav bilimdin özgü yar tutma. Haragat izlesen eslav bilimdin özgü yar tutma. Senin kadrini saklaşta bilimdeki yaxşı hemkar yok. Kara kaşlık tulun ayla sana neçe gün hemran. Eğer sen buldun ayrılsam şu an taşlaydı hiç arıyor. Guman kılma pelekli hem kaçan bektin geçer gülmem. Kayan kılma pelekli hem kaçan bektin geçer gülmem. Bugün bayat sendek hiç gaday yok belki
qarzlar yo'q. Bugun boy ötsendek hiç gaday yo'q, belki qarzlar yo'q. Xo'sh, undaq bo'lsa, oldi bilan bilet tashlaydig'ini bizning baholug'chilar guruhisidagi ustozlar bo'lib, bilet tashlash usuli oldingi aylanmaga o'xshash. Yana siz o'zingiz yoqtirgan shu mahirning yiniga belgi urish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Qani, undaq bo'lsa, bugungi ikkinchi aylanmadagi ikki mahirimiz bo'lsa, ikkinchi nomerlik mahirimiz Mehmetcan Ahmet. Yana bir mahirimiz bo'lsa, 4-chi nomerlik mahirimiz Akbar Ahmet Ziba. Undaq bo'lsa, ustozlar, bilet tashlash boshlandi. Endi növbət xalq vəkillərinə gəldi. Esingizdə bolsun. Əgər siz bugünkü 2-ci nomerlik mahirimiz Mehmetcan Ahmetni qo'llamoqchi bo'lsangiz yoki bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 2 raqamini besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Agar siz bugünkü 4-ci nomerlik mahirimiz Akbar Ahmet Zibani qo'llamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 4-ci nomerlik knopkani besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. Ona qolsa endi biz guvohlik o'rnidagi xodimlarni eng oxirgi natijani jamlab chiqishga taklif qilamiz. Bu ikki makirimizning natijasi chiqib bo'lmoqchi bo'lgan oraliqda biz yana bir aziz mehmonimizni sahnimizga taklif qilamiz. U bo'lsa-mu Ipak yo'li sadosi programmasining qiziq nuqtaga aylangan mahiri Qaysar Dalay. Qanshama jandar o'tkenini qayg'irdi, qanshama jandar suyib turib ayrildi, qanshama jandar shim baqitning qadrin o'kinishdi kesh sezinib shay bildi. O'kbilim taqdirga tatti kundir aldingda, armon bir kun yetkazir tek talpina ber alga. Berilmay asti munga bo'yingda kushim barda, shasqam bata shasma tek qo'lchuna ber alga. Meyli tang eng so'nggi ret tasada, meyli qatal taqdiring jillasada, qayta turib shuguruga mindettisin, umr shundan qancha ret qulasada. O'kbilim taqdirga tatti kun der aldingda, armon bir kun yetkazir tek talpina ber alga. Berilmay asti munga bo'yingda kushim barda, shasqam bata shasma tek qo'lchuna ber alga, tek armonin alga. O'kbilim taqdirga Can Ahmet erişken neticesi 32,47. Akbar Ahmet Ziba'nın erişken neticesi 67,53.
Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qani unda qolsa, Akbar Ahmadzova keyingi bosqichga tayyorlik qiling. Qani, marhamat. Unda qolsa, qizg'in olqishlarimiz bilan Mehmetjon Ahmadga yordaylik. Qani. Xo'sh, unda qolsa, Mehmetjon apandi, hozir deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Hozir deydigan yurak so'zim boshda Uf, oxirdagida. Mushu fursat bilan men o'zimning ko'nglimdagi 4 odamga rahmatimni yetkazib olay. Birinchidan, mening mushu natijalarimning sohibi bo'lgan ustozim Abdulla Abdurim akamga chin yuragimdan o'tliq salom va oliy ehtirom, rahmat. Yana shundoqla meni boshdan oxirigacha qo'llab kelayotgan, menga jiq yordamdan qilgan mening oldidagi ustozim Sherzod Kamga, shundoqla yurtdoshim Akbar Erkinga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat. Yana shundoqla meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ota-onam, shundoqla japalan chekayotgan mening suyimli rafiqam. Shularga ko'pdan ko'p rahmat. Meni xizmat jihatdan shundoqla ma'naviy, shundoqla iqtisod jihatdan qo'llab kelayotgan Anvar Muhammad apandimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat sizlarga. Albatta, Mehmetjon Ahmad bugungi, ya'ni 2-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'uch bosqichida 3-darajaga erishdi. Muborak bo'lsin. Albatta, biz 3-darajaga erishgan bu mahirimizning mukofot lo'nqisi shundaqla mukofot bo'yimini tarqitishga birinchi avtomobil Toyota shirkati Xinjiang City rayonining direktori Li Tao apandini taklif qilamiz. Yo'ching, qani olqishlarimiz bilan. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Albatta, bugungi 3-darajaga erishgan mahirimiz Kaybanda. 3-darajaga erishgan mahirimiz sharaf guvohnomasi shundaqla intayin nafsiga solgan mukofot lo'nqisidan boshqa yana har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ipar biotexnologiyasi ta'minlagan 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobilga erishdi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. 谢谢李先生。你是我们丝绸之路好声音节目的每一个奇迹的见证者，所以我想听一下您此时此刻的心情。我是一汽丰田西北大区李一涛，非常荣幸吧，今天我能代表一汽丰田站在这个舞台上和参加这个丝绸之路好声音这个节目，同时呢我也祝贺这个我们的选手在今天这个舞台上荣耀绽放，取得优异的成绩。祝愿吧，我们一汽丰田和这个丝绸之路好声音未来的合作会更加愉快。也希望大家能见证我们一汽丰田在新疆地区的一个快速发展。然后最后祝愿大家多多支持我们一汽丰田，谢谢大家。好，谢谢李先生，我们也特别感谢您对我们节目的一直的关注和一直的帮助。好，谢谢，请您休息一下，谢谢，来。Qiynoqda qolsa, hamda eng qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 3-darajaga erishgan mahirimiz Mehmetjon Ahmadni uzatib qo'yamiz. Qani, olqishlarimiz bilan. Qani. To'rliq esil ovozingizga biz qoyil. Shundaqla bugungi g'alabangizga muborak bo'lsin. Oyog'imizda uzoq yo'llar, yangi natijalar bizni kutib turadi. Sizning sahnimizda yangratgan esil naqshlaringiz tomoshabinlar qalbida saqlanadi. Sizning yangi naqshlaringizni davomli xalqimizga taqdim qilib turishingizni umid qilamiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmalar, mana 2-aylanma musobaqamiz oxirlashdi. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasida o'zining qaltis ifodasi bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan nurg'unlagan mahirlarimiz bor. Bugungi 2-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining dal mana shu hal qilg'uch bosqichida biz dal ana shu munavvar bo'lgan mahirlarimizga sharaf guvohnomasi taqdimiz. O mahirlarimiz bo'lsa, Wang Chao, Qaysar Dalay, Bekroz, To'rg'unjon Masalay, Imom Ali, Qurbon Ali, Aynur Sirojiddin, Ro'zi Saylan qizi, Kamila, Mardan Turg'un. Qani, saktimizga marhamat. Qiynoqda qolsa, qizg'in olqishlarimiz bilan munavvar mahirlarimizga. Albatta, sizlarning sharaf guvohnomalarini
Biz bugungi aziz mehmonlarimizdan Şinjan san'at yurti naqshi usul o'mikining boshlig'i, davlatlik 1-darajalik muzikant Anvar Samat apandi. Shundaqla Şinjan san'at yurti kuy-suyar orkestrining muavin boshlig'i, davlatlik 1-darajalik dirijor Abdurahmon Oyib ustoz. Shundaqla yana Şinjan muzikantlar jamiyatining doimlik muavin raisi bosh kotibi Tongji Shang apandi. Shundaqla yana Şinjan san'at yurti milliy muzika o'mikining boshlig'i Baxtiyor Abduvoyid apandilarni sizlarga sharaf guvohnomasi taqishga taklif qilamiz. Qani ustozlar, saktimizga marhamat. Bugungi Munavvar mukofotiga erishgan, shundaqla Munavvar sharaf guvohnomasiga erishgan makirlarimiz sharaf guvohnomasiga erishgandan boshqa yana qutlan telefonlar bilan mukofotlandi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qani alqishlarimiz bilan. Undaq bo'lsa, endi biz ustozlarimizdan Tongji Shang apandini shu vakil bo'lib so'zlab berishga taklif qilamiz. Qani, ustoz. Hurmatlik ko'rgichilar, hurmatlik tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Chin ko'nglim bilan shu mukofotga ilingan bizningki naqshchilarimizga muboraklayman. Andan keyin naqshini anglab 20 yil bo'ldi. Shu Ipak yo'li sadosi degan naqsh musobaqasini ko'rib 20 yil bo'ldi. Chiq naqshlarni angladim, xushal bo'ldim, xursand bo'ldim. Yana hayajonlanib ketdim. O'zim bu Ipak yo'li sadosi degan bu naqsh musobaqasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Naqsh bu men shu naqshlarni anglagandan keyin xuddi men kichik vaqtimdagi g'o'lja shu o'stan bo'yida cho'milayotgan, vallahi o'ynaydigan shu do'stlarimni ko'z oldimga keldi. Do'stlarim keldi, yaxshi bo'ldi. Andan keyin bu yaxshi bo'lgani biz shu naqshlarniki naqshda nurg'unlagan ijod qilgan xalqimizni suyadigan, vatanimizni suyadigan shu baxtli turmushimizni suyadigan naqshlarni angladik. Men Şinjan Uyg'ur avtonomiyalik muzikantlar jamiyati vakolidan shu naqshchilarga yana rahmat aytaman, muborak bo'ling. Endi ilib berilmoqchi bo'lgani bo'lsa, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasi hal qilg'uch bosqichining 3-aylanma musobaqasi. Oldi bilan sahnimizda mahorat ko'rsatmoqchi bo'lgani bo'lsa, 1-nomerlik mahirimiz Nur sahnasining chempioni Komil Jilil. El cihanni kesip yürür mübarek ismin milyonluğun halklarının türde abi hayat işken mu cismi büyük aliye büyük şair İspan Auci
digen sana okşaş uzak yaşamdı. Ming yıllarının tavan ediyen tadı aşamdı. Faziletke, kamaletke sendek tuşamdı. Ey büyük avliye, büyük şair Yusuf Hasace. Şahan eser kadimi şevk tacidiki bir bahagüher şiiriye dünyasıga sen ustaz peder. Ügenmekte ilim irfan evlat neslimiz Göz açmakta hürbektimiz icab peslimiz. Ey büyük avliye, büyük şair Yusuf Hasaci. Göz açmakta hürbektimiz icad peslimiz. Ey büyük aviye, büyük şair Yusuf Hasaci. Büyük aviye, büyük şair Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi sektimizda mahoratini ko'rsatadigan makirimiz bo'lsa, bugungi 4-numurlik makirimiz. Shundaqla Al Rayi guruhining chempioni Akbar Ahmad Ziba.
yürekler cem bo'ldi bugun parvo qilmay judunlarga shunga hamma aytidi naqsha bu olamni purkab bahorga qarindoshlik mehrida baqi elga malham hamma dabkor biz sevgimizde yaşaymiz kıyam sanatkar biz sanatkar biz Terindaşlık mikrde bakir elge melhem hemme dabkar biz sevgimizde yaşaymiz kıyam sanatkar biz sanatkar biz gayemiz bir nişanımız bir el-gîmde bir karvanımız ahimiz bir armanımız bir senetkar biz senetkar biz gayemiz bir nişanımız bir el-gîmde bir karvanımız ahimiz bir armanımız bir senetkar biz gayemiz bir nişanımız bir el-gîmde bir karvanımız ahimiz bir senetkar biz senetkar biz İkinci kararlıq İpek Yolu Sadası programısında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye erişken mahirlerimiz katta boğan mukapatlar bilen mukapatıldıgan bulup birinci dereceye erişken mahirimizni Kamran Boğaklar mesulatları arkalı halkımızın kızgın alkışıga erişip kelayotgan Şinjan Kamran Sodi çekip şirketi 120 ming yuan kıymetideki Toyota markalık avtomobil bilen tartışlaydı. İkinci dereceye erişken mahirimizni bolsa diyarımız içimlik sahasida öz aldığı Abide Soda Suyu ve Mühim şerifte işlep çıkarbatkan Şinjan Abide Biyopen Teknik Terakki çekip şirketi 100 ming yuan kıymetideki Toyota markalık avtomobil bilen tartışlaydı. Üçüncü dereceye erişken mahirimizni bolsa her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik gösterbatkan Şinjan İhbar Biyoteknolojisi 80 ming yuan kıymetideki Toyota markalık avtomobil bilen tartışlaydı. Dördüncü dereceye erişken mahirimizni bolsa Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayraktar korxona Şinjan Mötvar xalqaro sodi-chek şirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markaliq avtomobil bilan tartiblaydi. Programımız bilen 2015 yılı tentenlik bazağı silingan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşkan. Ondaq bolsa, endi biz bilet tashlashni boshlaymiz. Aldi bilan baholovchilar gruppasidagi ustozlar o'zi yoqtirgan shu mahirga belgi urish orqali ularga bilet tashlaydi. Albatta, bizning bugungi 1-nomerlik mahirimiz bo'lsa Komil Jilil. 4-nomerlik mahirimiz bo'lsa Akbar Ahmad Ziba. Xo'sh, ustozlar, ondaq bo'lsa bilet tashlash boshlandi.
Aldı bilen birinci, ikinci rəddəki ustazlar. Elə taşlasanlar bunu. Bahalıqçı ustazlar qrupsi özünün biletini yaxtırğan mahirға taşlap oldu. Əmdi növbət xalq vəkillərinə gəldi. Ondaq bolsa, xalq vəkilləri bilet taşlaşda əgər siz kamil cililni qollamoqchi bolsanız, tizginakdagi bir knopkasini besish orqali onunğa bilet tashlasangiz bo'ladi. Agar siz Akbar Ahmad Zibani qollamoqchi bolsangiz, tizginakdagi 4 knopkani besish orqali onunğa bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. Üçüncü aylanmadaki bilet taşlash oxirlish bo'ldi. Onda bo'lsa endi biz guvohlik berguvchi xodimlarni nomerni jamlab chiqishga taklif qilamiz. Onda bo'lsa, eng oxirgi natija e'lon qilinishi uchun bo'lgan orliqda biz yana bir aziz mehmonimizni sahnimizga taklif qilamiz. U bo'lsa, oldingi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining chempioni, Abdulla sahnasining chempioni Yusufjon Bejib. Qani, sahnimizga marhamat. Yüreklisun güllerini zelni deptergen Siz devrinin soğitsiz bizlegi bergen Tüpkarla ecrinizdin yurdi dünya Köydiniz biz üçün bulup şam çirak duya Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dildin öçmez hürmetimiz var Basqan her bir zinizga bizler qirizdar Siz milletning ko'rigisiz salam tüpkar Elbin sizge yağar medet to'xtamas alqish Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var
yana o'rlang tiningizga saqliq yor bo'lsin, saqliq yor bo'lsin. Parvozingiz avjiga fikringizda doim parlab tursun tabassum. Siz bar bo'lg'ach biz yashaymiz yuragimiz to'ng. Salom tüpkar, salam tüpkar, sizga mangudan o'chmas hurmatimiz bor. Salom tüpkar, salam tüpkar, sizga mangudan o'chmas hurmatimiz bor. Sizga mangudan o'chmas hurmatimiz bor. Ipak Yo'li sadasi programmasi yo'lga qo'yilgandan keyin nurg'unlagan naqsha aytish qobiliyati intayin yuqori bo'lgan. Shundaqla naqsha aytishga intayin yerisman bo'lgan kishilarni intayin qaltis bo'lgan sakna bilan ta'minlab keldi. Albatta, Ipak Yo'li sadasi programmasiga o'xshash bo'lgan bir qator programmalar Şinjan televiziya stansiyasida yo'lga qo'yilgandan keyin har millat xalqining qizg'in olqishiga erishib keldi. Bu tarafda Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati yangilik yaratish orqali o'zining iqtidorini namoyon qilib, amaliy kuchi bor bo'lgan puhraviy korxonalar bilan hamkorlashib, birlikda nodir bo'lgan programmalarni ishlab, xalqning huzuriga sundi. 2012-yili Markaz Avtonom rayonluq partkom va xalq hukumatining yo'l yo'riq ro'yini yaxshi amaliylashtirish uchun chegara sirtidagi kino televiziya asarlarining Şinjandagi osonlik millatlarga ko'rsatgan ta'siri va O'rta Osiyo kino televiziya asarlarining chegara xalqiga millatlarga ko'rsatgan ta'siri qatorliq ikki tekshirish dokladini tasdiqladi. Markaz Avtonom rayonluq partkom va xalq hukumatining yo'l yo'riq ro'yini yaxshi amaliylashtirish uchun Şinjan televiziya stansiyasi osonlik millatlar tili kino televiziya asarlarini taraqqiy qildirish rahbarlik guruhi Millicha kino teatr ishxonasini ta'sis qildi. Stansiya boshlig'i Yang Hongshin apandi, guruhi boshlig'i, muavin stansiya boshlig'i Umarjon Muhammadi apandi, muavin guruhi boshlig'i va Millicha kino teatr ishxonasining mudirlik vazifasini o'z ichiga oldi. Yuqori darajalik mas'ul tashviqot tarmoqlaridagi rahbarlarning zo'r kuch bilan qo'llashi ostida Şinjan televiziya stansiyasi osonlik millatlar tilidagi programmalarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirishni stansiya boshlig'i qurilish qilib bekitib, oldi bilan yo'lga qo'yib, har xil tilda tashviq qilish kuchini biriktirib, jamoat fikri yetakchiligi va programma ishlash iqtidori, tuzilma mexanizmida yangilik yaratish, bozorlashtirish tadqiqotida bo'sish xarakterli islohot ilib berib, ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Shundaqla, yaqinqi yillardan buyon Şinjan televiziya stansiyasi zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib, programmada yangilik yaratish orqali o'z iqtidorini namoyon qildi. Shundaqla, madaniyat ta'sir kuchi zo'r darajada yuqori ko'tarildi. Xalq ommasining kun sari yashayotgan ma'naviy madaniyat jihatiga ehtiyojini qondirish uchun bozor tekshirish va tadqiq qilish orqali Millicha kino teatr ishxonasi programmani bozorlashtirish va yurishtirishdagi muvaffaqiyatli tajribalari asosida Şinjan televiziya stansiyasi umumiy mablag'ni pay qilib qo'shgan Şinjan Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkatini qurib chiqdi. Shirkat qurilgan amon film ishlash bilan qo'yishni ayirish taraqqiyot yo'lini tiklab, turli boylik manbalari televiziyasini a'lolashtirib, amaliy kuchi bor bo'lgan kino televiziya programmalarini planlab yo'l qo'ydi. Ular Uyg'ur tilidagi cho'ng tipdagi universal san'at programmasi bo'lgan Ipak Yo'li sadasi programmasi. O'qish bitirgan studentlarga xizmat fursati yaratib berishni asos qilgan mulozimat turidagi programma Istiqbol sahnasi programmasi. Shundaqla asabiylikni tugatishni tashviq qilib, moda turmush mulozimati asos qilingan Go'zallik sizlar programmasi. Sog'lom yemak-ichmak odati tashviq qilingan Echil dasturxoni programmasi. Shundaqla yana cho'ng tipdagi jamoat farovonlik universal san'at programmasi bo'lgan Sherin tush programmasi. Cho'ng tipdagi talantlilar naq maydonda mahorat ko'rsatadigan sahna Talant sahnasi programmasi. Qozoq tilidagi cho'ng tipdagi talantlilarni tanlash programmasi bo'lgan Kumuskanay qatorliq programmalarni o'z ichiga oladi. Albatta, dal mana Ipak Yo'li sadasi programmasi, Talant sahnasi programmasi, Kumuskanay qatorliq programmalar rayonimizdagi xalq ommasi eng yoqtirib qo'llashadigan programmaga aylandi.
Muşu asasda Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi arkadan 2015 yıllık Şinjan Televiziya İstansiya Bahar Bayramı sanatçılığı, 2016 yıllık Şinjan Televiziya İstansiya Bahar Bayramı sanatçılığı, tuncu növbətlik Şinjan Televiziya İtot Musabıqası, 2015 yıllık Şinjan Televiziya İtot Musabıqası, Avtonom rayonluq tuncu növbətlik asasi qatlam təşviqatçıları musabıqası. Şundaqla 2015 yıllık Şinjan Televiziya İstansiya Qurban Aytliq sanatçılığı qatarlıq ondan artıq çoğ tipdagi sanatçılığı və musabıqalarni muvaffaqiyatli tamamladı. Әмді 2014 жылғы kelgan vaqtida Şinjan Televiziya İstansiya Şinjan Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi suratga olgan Uyg'ur tilidagi tunji ko'p qismliq Bu oilaga qarang nomli televiziya teatrining birinchi bo'limi istansiyamizning Uyg'urcha kanalida ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan keyin ko'rmanlarning kuchli olqishiga erishdi. İkinci yılı Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi Bu oilaga qarang filmining ikinci bölümünü muvaffaqiyatli suratga ilib tamamladı. 2016 yılga kelganda Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi kino televiziya ishlash xizmatini kuchaytirib, kayni-kaynidan 38 qismliq Uyg'urcha televiziya teatri bo'lgan Qashqar haqida hikoya, 36 qismliq yeni komediyalik film bo'lgan Ishxonadagi ishlar, shundaqla 19 qismliq televiziya teatri bo'lgan Bizning mahalla qatorliqlarni muvaffaqiyatli suratga ilib tamamladı. Millicha kino teatri ishxonasi osonliq millatlar tilidagi programmalar ijodiyat saviyasini uzluksiz o'stirib, amaliy kuchi bor bo'lgan fuqaroviy korxonalar bilan samimiy hamkorlashib, oldingi qatorda turadigan natijalarni asosiy raqobat kuch qilib, Şinjan Televiziya stansiyasining Xanzucha, Uyg'urcha, Qozoqcha kanallardan iborat bu sifaga tayinib, Huyu markasini o'rtaq barpo qildi. Shundaqla Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi yana o'z navbatida amaliy kuchi bor bo'lgan korxonalar bilan samimiy hamkorlashishni o'xshashla istaydi. Xo'sh, mana yuqorida biz Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ldik. Xo'sh, undaq bo'lsa biz eng oxirgi natijamizni e'lon qilishdan burun ikki mohirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, sahnamizga marhamat. Ikki zabardast kelgan yigit o'zining naqshlarini o'rinlab bo'ldi. Albatta, endi biz Şinjan Hökumət Guvahlıq o'rnidan Aynur Tursun xonimni bugungi bu musobaqamizning eng oxirgi natijasini e'lon qilishga, shundaqla guvohlik so'zi berishga taklif qilamiz. Qani, Aynur xonim, sahnamizga marhamat. Nachar havo rayi sharoitida musliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13597575. Xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo cheklik shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkili va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufida alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari bir xil esil tan, bir xil umtulg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari bir xil esil tan, bir xil umtulg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari Şinjan Televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarda necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozor programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Sözü, Şinjan Televiziya Stansiyası, Şinjan Huyu Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi, Şinjan Buğra Medeniyet Tarqıtış Çeklik Şirketi'nin iltimasına asasen, guvalık ornidan hükümet guvatçısı Aynur Tursun, Dildar Erkinler ikinci kararlıq İpek Yolu Sadası hal qılğuş müsabıqasının naq meydan ahval nazaret qıldık. Bu qıtımqı müsabıqada Kamiljan Celil 65'te 5 numar bilen birincilikке. Akbarjan Ahmet Ziba 34'te 5 numara bilen ikincilikке erişti. Rahmet.
Shuni isbotlaymizki, yuqorqi musobaqa ahvoli belgilangan musobaqa tartibiga uyg'un. Musobaqa natijasi rost, haqiqiy va qonun kuchga ega. Şinjan hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun, Dildar Erkin. Rahmat. Bu qitimqi musobaqada Komil Jilil 65,5 numar bilan birinchilikka, ya'ni chempionlikka erishdi. Muborak bo'lsin. Albatta, Akbar Ahmad Ziba 34,5 numar bilan ikkinchilikka erishdi. Muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Qani, rahmat sizlarga javob atdinglar qani. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. İkinci qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasining ikkinchilikka erishguchi bo'lsa, Akbar Ahmad Ziba. Muborak bo'lsin. Undaq bo'lsa, Akbar aka, hozirgi hissiyotingizni anglaylik. Hozirgi hissiyotim nihoyat yaxshi. Bakmi yaxshi degil olmaydi, ammo yaxshi. Hammanglarga yetarlik bo'lgan huzur beg'ishlayolmagan bo'lsammi, keyin yana beg'ishlayman, yana davomli tirishman. Mushu ota-onamningki, urug'tiqalarimning, do'stlarimningki, ustozimning menga madad berib, menga bundoq qarab maslik qilib qarg'ini men uchun bek xo'shalik ishchi. Ham sizlarningmi mendan davomli meva ilishinglarni umid qilmayman. Davomli berib turaman men mevani. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Men bundan keyin texmi tirishib, olg'a ilgirlayman. Rahmat. Intayin umoq bo'lgan yurak so'zdan birni qildingiz. Ko'pdan ko'p rahmat. Xo'sh, unda qolsa, endi bugun biz ikkinchi darajaga erishgan Akbar Ahmad Zibani mukofotlashqa Ipak yo'li sadosi programmasining tojidorlik shirkat vakili, shundaqla Shinjan Abida Biyopan texnik taraqqiyot shirkatining lideri Obul Hasan apandini mukofot bo'yimi shundaqla sharaf guvohnomasi taqishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin Akbar Ahmad Ziba ikkinchi darajaga erishganligi uchun, ya'ni diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida savdosi va buyum sharafli ishlab chiqarayotgan Shinjan Abida Biyopan texnik taraqqiyot shirkati ta'minlagan 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan mukofotlandi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, Obul Hasan apandi, qani, hozir yurak so'zni saqlaylik. Assalomu alaykum. Naq maydondagi ko'rman do'stlar. Shundaqla televiziya ekran oldidagi qarindoshlar, bizning shirkatimiz har darajalik partiya hukumatning qo'llab-quvvatlashi bilan 10 yillik Buran chapqini beshini o'tkazib, bugungi 10 yillik shonliq taraqqiyot yaratgan bir puhraviy milliy korxona bo'lib shakllandi. Shirkatimizdagi shu 3 odamdan qurilgan vaqtdagi 3 odamdan hozirgacha taraqqiy qilib 300 ga yaqin xizmatchisi va bo'lgan guruhlish yo'liga qaramag'an bir korxona bo'lib tashkillandik. Demek bizning shu vaqtlar 10 yil ichidagi shu natijalarni bizningki shirkatdagi har millat xalqininki tirishmish orqali bugungi shonliq natijani yaratdik. Biz buningdan keyin bo'lsa shu Shinjan televiziya stansiyasi, Xuyu madaniyat taraqqiyot shirkati va shundaqla Bug'ra madaniyat taraqqiyot shirkati o'tkazgan shu Ipak yo'li sadosi orqali davomli hamkorlashib, davomli o'zimizningki shu bozor echish, mahsulot sotishni o'zimizning yana bir yuqori pallani yaratishni biz ham umid qilyapmiz. Ham ishimizga buningki hamkorliklarimizningki texnik ko'ngilli bo'lishiga biz shirkat nomidagi 300 ga yaqin xizmatchi nomidan men samimiy rahmatimni bildirman. Oxirida shu Ipak yo'li sadosida qatnashgan har bir mahallarningki buningki 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi emas, buningki jamiyatning o'zining kasbini davomli yaxshi taraqqiy qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga chin dilimdan umid qilaman. Ham shundaqla buningki shirkatimizning ishlariningki ishimizga Shinjongdagi har millat xalqininki qo'llab-quvvatlash orqali taxam yaxshi taraqqiy qilishini chin ko'ngildan umid qilaman. Diyorimizning abidasi, hammamizning abidasi. Rahmat. Bizning hamkorligimizning uzluksiz bo'lishini umid qilamiz. Rahmat Obul Hasan apandi. Qani, undaq bo'lsa, endi biz bugungi ikkinchi darajaga erishgan Akbar Ahmad Zibani eng qizg'in olqishlarimiz bilan ustozlar bilan xo'shlashishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Qani, olqishlarimiz bilan. Yaraysiz Akbar Ahmad. Sizni tabriklaymiz. Muvaffaqiyatingizga obro'ni qo'yamiz. Sizning ijodiyat va o'rinlashda yanama tirishishingizni, yoshlarimizga esil naqshlarni taqdim qilishingizni, bugungi zo'r g'albingiz bilan qanoatlanib qolmasligingizni umid qilamiz. Muborak bo'lsin Akbar Ahmad.
ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining bu yillik chempioni Nur sahnasining mahiri Komil Jililni sahnamizga yana bir qatim taklif qilamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin Komil. Mana bugun eng oxirgi mevasini ko'rdik. Shundaqmi? Mushtabdagi eng qaltis bo'lgan yurak so'zimizni biz bir anglataylik. Assalomu alaykum ustozlar, tomoshabinlar, hammalarga salom. Rahmat Mushad Japat atib bizning programmaga qatnashganlarga. Birinchi yurak so'zim dadamga rahmat. Dadam sahnada bek ko'yga sibati meni shu boshdan oxir. Mening boshda bo'lsa san'atni qilishimga, bu kasbni qilishimga dadam ishonchi yo'qmi yo toza qo'llamaydi boshda. Keyin bu program boshlab men xizmat qilib mangandan keyin ish titildash bo'ldi. Sen sahnaga bir chiqsang bo'ldi deb men besim kelib arzu qilgan sahnaga chiqishni dilaman. Birinchilab dadam qilganda shunga meningcha bu yerda men birinchi bo'ldim, ikkinchi bo'ldim degan gap mening kallamda yo'q shaxsan. Bu Akbar bulamdi, mayli Abdulla akamning gruppasiki, Mehmetcan bulamdi yoki Adil akamning gruppasiki, Savaqlishimiz Gulbana bulamdi. Bu yer bir-birimizning ustun tuven turadigan holat mening kallamda mavjud emas. Shundaqla shu idoradagi rahbarlik yaxshi qo'llab berdi. Shu program boshlagandan boshlab hozirgacha menga nurg'ulga yaxshi sharoitlarni hozirlab berdi. Xo'sh, undaq bo'lsa, bugungi birinchi darajaga, ya'ni chempionlikka erishgan mahirimizga bizning Shinjong televiziya stansiyasining muavin stansiya boshlig'i, Milliycha kino teatr ishxonasining mudiri Umarjon Muhammadi apandini chempionga mukofot buyumi va mukofot lonkasini tarqitishga taklif qilamiz. Qani, ustoz, saktimizga marhamat. Qarshi ustoz. Albatta, bugungi birinchi darajaga erishgan mahirimizni Kamran Buaqlan mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Shinjong Kamran Savdo Chekish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Muborak bo'lsin. Toyota markali avtomobil. Muborak bo'lsin. Rahmat ustoz, rahmat. Japadatimiz rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana bugungi bizning chempionimiz bo'lsa, ya'ni ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasida chiqqan chempion bo'lsa, Komil Jilil. Qani, undaq bo'lsa yana qizg'in olqishlarimiz bilan to'rt hurmatga sazovor ustozimiz saktimizga taklif qilamiz. Qani ustozlar, saktimizga marhamat. Qani, olqishlarimiz bilan. Shundaqla yana bugungi bu musobaqamizda o'zining qaltis bo'lgan mahoratini ko'rsatgan 4 mahirimizni bu saktimizga taklif qilamiz. Qani, saktimizga marhamat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Shinjong televiziya stansiyasi, Shinjong Xuyi madaniyat tarqatish chekish shirkati, Shinjong Bug'ra madaniyat tarqatish chekish shirkati hamkorlik bozorlar sungan ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasi vaqt munosabati bilan mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi qarorni ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr qo'y. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazlar seynası. İpek yolu sadası.